Assalomu alaykum, bizlarni kuzatib turgan podpischilar. Xudo xolasa shunday Zenonning teyini shunday chiroyli etib bellarni tortmali, bellarning teyini shkafli qilib tayyorlab berdik. Ko'rishingiz mumkin, zazorlar ham bir xilda kelgan. Tekis tortmalar ham ishlashlar ham yengil vakuumli rolikdan qo'yilgan. Bellarni shkaf etib tayyorlab berganmiz. Ishlar polkali, ichini 1 metr etib uzun etib tayyorlab berganmiz. Eshiklar vakuumli, 100% buqa plastik. Ko'rishingiz mumkin. Bellarni shuningdek shkaf tayyorlab berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Buni ham hammasi 100% buqa plastikdan bo'lgan. Arqalari panel emas, laminatdan qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Tortmalar ham vakuumli rolikdan qo'yilgan. Tortishlar ham yengil, ishlashlar ham mo'shtin bo'ladi. Quloqlar ham vakuumli yaxshi original quloqlardan qo'yilgan. Keyin bellarni eshikdan kirgan yeri shuningdek dapatolib polka qilib berganmiz. Chiroyli etib, o'rasini yanlarına kiradigan bez zazor qilib. Bu yerda esa eshikdan kirgan yerda qat yo'llari bor ekan. Buni mebelimiz bilan shuningdek chiroyli etib yopib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Egasi o'zi 3 tarafdan ochilishini xohladi. Shon tarafiga qo'yib berdik. Shunday ozgina zazor bor joyini polka qo'yib berganmiz. Teylarni ham shunday etib berganmiz. Bundan ham unumli foydalaninglar. Kimga shunday sifatli mebellar kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat etaverasizlar.